bir 4 ta 5 ta doktorga borib shunaqangi bir jarayon boshimdan kechirgan bo'lsam, bu darajada hayolimda emas edi meni to'g'risiga. Bir soat, yarim soatlik holat bo'lgan edi. Men hozir og'zimda tishim turib, u oldingi jarayonda umuman bir nutq so'zlagan emasman, gapira olmaganman bir nimada. Chunki bir nimalardir menga xalaqit bergan edi. Hozir bir ichimda xursandchilik bor. Mana shu xursandchilikni menga baham ko'rgan, avvalo meni sizga yo'naltirgan o'sha Oybekjon ismli stomatologga va buni vujudga keltirgan sizga cheksiz minnatdorman. Nima deydi yana? O'zimda bir boshqacha baxtiyor his qilyapman to'g'risiga. Rahmat. Qo'lingizda ko'rmas. Salomat bo'ling har doim. Faqatgina sog'liq tilaymiz. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz har doim. Bolalaringiz rohatini ko'rib, bu yog'iga maza qilib, go'shtlarni chaynab yuring bu yog'iga, xudo xolis. Ketib turing. Hammalaringga rahmat.